ma'rifiy suhbatlar. Qalblar yaxshilik qilgan odamni sevish va yomonlik qilgan kimsani yomon ko'rish tuyg'usida yaratilgan. Kim bir kishini yaxshilik tomon yo'naltirsa, unga ham o'sha yaxshilikni qilgan yoki bajargan kishining mislicha ajr bo'ladi. Assalomu alaykum muhtaram muxlislar, ma'rifatga oshno qalb egalari. Bugun Hisomiddin Sig'noqiy Mavara un-Nahr ilm merosining zabardast vakili mavzusida suhbatlashamiz. Mavzuni yoritishda bizga filologiya fanlari doktori Nodirxon Hasanov yaqindan yordam beradi. Mikrofon qarshisida Ma'murjon Abdiyev. 13-14 asrlarda Markaziy Osiyoda islomiy ilmlar keng rivojlandi. Bu davrda Hanafiy fiqhi, kalom va tafsir sohalarida ko'plab mashhur ulamolar yetishib chiqdi. Shular orasidan Hisomiddin Sig'noqiy alohida o'rin egallaydi. U Mavara un-Nahrda yashab, islom ilmlari, ayniqsa fiqh va tafsir sohasida boy meros qoldirgan alloma sifatida tanilgan. Hisomiddin Sig'noqiy Sirg'inoq shahrida tug'ilgan. Sirg'inoq o'sha davrda Turkiston va Sirdaryo atrofidagi yirik madaniy markazlardan biri bo'lib, ko'plab ulamolar, sufiylar va davlat arboblari yetishib chiqqan shahar hisoblangan. Ulamolar fikriga ko'ra, Sig'noqiy Hanafiy mazhabi ulamolari an'anasida tarbiya topgan. Madrasalarda ta'lim olgan va ilmiy faoliyatini Mavara un-Nahr hamda Turkiston mintaqasida davom ettirgan. U fiqh, kalom va tafsir sohalarida qator asarlar yozib, islomiy ilmlarning rivojiga katta hissa qo'shgan. Ahmad Yassaviyning izdoshlari haqida gap ketganda, Hisomiddin Sig'noqiy va u tomonidan qalamga olingan Risola dar tarjimai Ahmad Yassaviy asarini ham nazardan soqit qilmaslik kerak. Chunki bu muallif o'z davrining taniqli olimi bo'lib, Yassaviyga juda yaqin davrda yashagan. To'liq ismi Imom Hisomiddin Husayn ibn Ali Sig'noqiy bo'lgan bu zot 13-asr ikkinchi yarmida Sirdaryo sohilidagi Sig'noq shahrida tavallud topgan. Tug'ilgan yili ma'lum emas. 1277-yil Hofizuddin al-Buxoriy, undan keyin Fahriddin Maymargiy kabi yirik olimlardan ta'lim olib, o'z bilimlarini puxtalashtirgan. Muallifning fiqh, kalom va nahv ilmlariga doir asarlar yozgani va sharhlagani, boz ustiga Allomai Sig'noqiy deya sharaflanganligi o'z davrining ko'zga ko'ringan olim bo'lganligiga dalolat qiladi. Chunonchi u 1290-yil Hisomiddin Ahskatiyning Al-Muntahab fi usulil mazhab asariga sharh bitgan. 1300-yil esa Burhoniddin Marg'inoniyning mashhur Hidoya asarini sharhlab, o'z kitobini Nihoya deb nomlagan. 1304-yilda Halab shahrida Qazdaviyning usul asarini Kofi nomi bilan sharhlagan. Umar Nasafiyning kalom ilmiga doir Tamhid kitobini sharhlab, Tasdid nomini bergan. Al-Muvassal nomli kitobida Zamaxshariyning nahv ilmi haqidagi Al-Mufassal asarini sharhlagan. Yana An-Najoh fi tasrif nomli kitobning muallifi hamdir. Hisomiddin Sig'noqiyning asarlari asosan fiqh, usul al-fiqh va tafsir sohalariga bag'ishlangan bo'lib, uning merosi islom huquqshunoslikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Undan boy ilmiy ma'naviy meros qolgan. Tafsir as-Sig'noqiy Qur'on oyatlarini sharhlovchi asar. Unda muallif Moturudiylik ta'limoti asosida tafsir yo'nalishini olib borgan. Fiqhiy sharhlar Hanafiy mazhabi qoidalariga oid kitoblar. Ularning bir qismi madrasalarda qo'llanma sifatida qo'llanilgan. Usul al-fiqh asarlari huquqiy qoidalarni asoslash, dalil va qiyos masalalarini yoritishga bag'ishlangan.
Hisomiddin Sig'noqiy Hanafiy mazhabi qonun qoidalarini tizimlashtirib, ularni avlodlarga yetkazishda muhim rol o'ynadi. Shu bilan birga u Moturudiylik kalom maktabini mustahkamlashga ham hissa qo'shdi. Uning asarlari keyingi asrlarda Turkiston, Mavaraun-Nahr va hatto Hindistonda ham qo'llanma sifatida o'qitilgan. Hisomiddin Sig'noqiyning Risoladar tarjimai Ahmad Yassaviy nomli risolasi ham mavjud bo'lib, unda Ahmad Yassaviyning qisqacha biografiyasi haqidagi ma'lumotlar bayon qilingan. Risolada Ahmad Yassaviyning shogirdlari, sufiylik yo'li haqidagi hikoyalar ham keltirilgan. Bag'dod madrasalarining birida talabalarga dars berish bilan shug'ullanib, Qivomiddin al-Koki kabi iste'dodli shogirdlarga ustozlik qilgan Imom Sig'noqiy 1311-yil vafot etgan. Sig'noqiy tomonidan Forsiyda qalamga olingan Risola dar tarjimai Ahmad Yassaviy, ya'ni Risolai Husomiddin Sig'noqiy risolasi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasida saqlanadi. Asarning hajmi uncha katta bo'lmasa-da, u o'zidan keyin yozilgan yassaviylik mavzusidagi qator asarlarga manba vazifasini o'tagan. Chunonchi olim shayx Azizonning Lamahot min Nafahotil Quds va Muhammad Sharif Buxoriyning Hujjatuz Zokirin li Raddil Munkirin asarlarida undan bir qancha naqllar keltirilgan. Hisomiddin Sig'noqiy o'z risolasida Ahmad Yassaviyning hayoti va shaxsiyatiga doir anchagina ma'lumotlar taqdim etadi. Qizig'i shundaki, Yassaviy haqidagi og'zaki naqllar dastlab mana shu kitobda bayon etilgan ekan. Ushbu risolada ulug' mutasavvif adibning Yusuf Hamadoniy huzurida kamol topgani, Hizr, Ilyos va Abduxoliq G'ijduvoniylar bilan do'stlashuvi, Bobomochin, Muhammad Xotani, Hakim ota Sulaymon Boqirg'on, Sufi Muhammad Donishmand, Hoja Dugiy kabi barkamol shogirdlar yetishtirgani, ulug' shayxning suhbatlarida ulamolar, muftiy va imomlardan tortib hukmdorlar hamda sufiy toifalarning ham ishtirok etganligi, nihoyat uning 126 yoki 130 yil umr ko'rganligi bayon qilinadi. Tafsir as-Sig'noqiy muallifning Qur'on tafsiriga bag'ishlangan asari. Unda asosan Hanafiy va Moturidiy ta'limotlari asosida oyatlarning ma'nolari izohlangan. Bu tafsirda aqidaviy va huquqiy masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. As-Sig'noqiy Hanafiy mazhabi asosida qator fiqhiy asarlar yozgan. Ular ichida Sharh al-Hidoya, Burxoniddin Marg'inoniyning mashhur al-Hidoya asariga sharh. Bu sharh asrlar davomida madrasalarda qo'llanma sifatida o'qitilgan. Al-Vaqoiyat, fiqhiy qoidalarni amaliyot bilan bog'lab tushuntiruvchi kitob. Hisomiddin as-Sig'noqiy Moturudiylik ta'limoti tarafdori bo'lib, aqidaviy masalalarda mutanosib yo'lni qo'llab-quvvatlagan. Uning asarlarida ahli sunna val jamoa qarashlarini himoya qilish, Mu'tazila va boshqa yo'nalishlarga qarshi ilmiy raddiyalar mavjud. Yana Risola dar tarjimai Ahmad Yassaviy asariga qaytadigan bo'lsak, ushbu asarda allomalarning kashfu karomatlari haqida ham juda qiziq va ta'sirchan hikoyalar keltirilgan. Masalan, risolada Ahmad Yassaviyning dushmanlaridan g'aroyib yo'llar bilan qutulib qolishi, muhabbat va fath yo'lida mo'jiza namoyon qilish haqida rivoyatlar bor. Yassaviyning shogirdlari ustidagi ta'siri, ularni ma'naviy ravnaqqa yetaklashi ham karomat sifatida bayon qilinadi. Uning nazari tushgan shogirdlar ilm va ma'rifatda yuksalgani aytiladi. Ma'lumki, tasavvuf adabiyotida xalq va jamiyat xizmatida bo'lgan vali zotlarning kashf va karomati bayoniga keng o'rin beriladi. Alisher Navoiy ham o'zining Nasoimul Muhabbat asarida 700 dan ziyod avliyo va mashoyixlar hayotiga to'xtalar ekan, har biridan zohir bo'lgan karomat va xavoriq odatlarni alohida zikr qiladi. Imom Sig'noqiy ham o'z risolasida Ahmad Yassaviyning kashf karomatlariga keng o'rin ajratgan. Uning bir qancha ma'no erlari bilan Bog'i avliyo degan bog'ni raqs ettirishi,
170 shayxga xizmat qilib, ulardan ijozat olishi, 40 yil qalandarlar bilan sayohat qilib, chahor zarb urishi haqidagi rivoyatlar shular jumlasidandir. Ushbu risolada Ahmad Yassaviyning yaqin do'sti va maslakdoshi, hampirasi Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy va uning xalifasi Hoji Orif Moxtobondan yuz bergan ajoyib voqealar ham naql etiladi. Ularda rivoyat etilishicha, Hoji Ahmad Yassaviy shogirdlari bilan haj safariga otlanadi. Yo'lda G'ijduvonga uchragan hojilarni yo'l qiyinchiliklaridan forig' aylash maqsadida Abduxoliq G'ijduvoniy o'zining ma'naviy qudratini namoyon etib, Ka'batullohni Buxoroy sharifga keltirgan ekan. Hoji Orif Moxtobon ham o'z navbatida o'zining kuchli bir ruhoniyat sohibi ekanligini ayni mana shu hodisada namoyish etadi. Hisomiddin Sig'noqiyning Risola dar tarjimai Ahmad Yassaviy asari Yassaviy haqida yozilgan boshqa risola va tazkiralar bilan o'xshashlikka ega. Bu asarda Ahmad Yassaviyning hayoti, ilm olishi, karomatlari va shogirdlari haqida rivoyatlar keltirilgan. Bundan tashqari Nasoim ul Muhabbat, Risolai Suluk, Maqomati ar-Rashidi, Risola dar tariqai Yassaviy kabi asarlarda ham Yassaviyning hayoti va karomatlari turli rivoyatlar asosida bayon qilinadi. Ahmad Yassaviy va izdoshlariga bag'ishlangan manqabaviy asarlar bilan Risola dar tarjimai Ahmad Yassaviy asari orasida o'xshashliklar mavjud bo'lganidek, ba'zi farqlar ham uchraydi. Chunonchi Ahmad Yassaviyning Hoji Orif Rivgari bilan uchrashuvi, Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy va Hoji Orif Rivgari bilan bo'lgan o'zaro munosabatlariga doir boshqa ma'lumotlar ham o'ziga xos yangiliklar hisoblanadi. Ma'lum bo'lishicha, kunlarning birida Hoji Ahmad Yassaviy taom pishirayotib, shogirdi Hoji Dugiyni G'ijduvonga borib, Hoji Abduxoliq G'ijduvoniydan qatiq olib kelishga buyuradi. Hoji Dugiy manzilga yetib bormasdanoq G'ijduvoniyning xalifasi Hoji Orif Rivgari Hoji Ahmad Yassaviyning huzuriga qatiq olib keladi. Bundan xabar topgan Hoji Dugiy Orifning holi mendan ustun keldi deya Hoji Orif Rivgari Moxtobonning kamolotini e'tirof etgan ekan. Ma'lumki, tasavvufiy asarlarda turli majoz va timsollar ko'p qo'llanilgan. Masalan, Ahmad Yassaviy va izdoshlarining hikmatlarida xurmo, may, xum, jon qushi, tuproq kabi timsollarni tez-tez uchragan holda mazkur rivoyatda qatiq timsoli ishlatilganki, albatta buning o'ziga xos sabablari bor. Imom Sig'noqiy risolasining yana bir yangiligi shundaki, unda Yassaviylikka doir manbalarda tez-tez uchraydigan huqqa hodisasi ilk marta mana shu Sig'noqiy asarda qayd etilgan. Rivoyatga ko'ra, Yassaviyning dargohida o'tkaziladigan zikr majlislarida erkak va ayollar birgalikda qatnashishar ekan degan mish-mish har tarafga tarqaladi. Bundan norozi bo'lgan Xuroson ulamolari bir guruh olimlarni taftishchi, ya'ni tekshiruvchi sifatida Yassi shahriga yuborishadi. Buni ilohiy ma'rifat orqali payqagan Ahmad Yassaviy ular ortga qaytayotganida ichiga bir cho'g' va paxta solingan qutini shogirdi Jalol ota orqali taftishchilarga, ya'ni mufattishlarga yetkazadi. Ular yurtiga borib qutini ochib ko'rishsaki, cho'g' o'chmagan, paxta esa yonmagan ekan. Bu karomat bilan Sultonul Orifin, ya'ni Yassaviy, agar erkak va ayol bir majlisda jam bo'lib zikr qilsalar, ularning qalblarini Haq taolo o'zining ilohiy ishqi va jazbai rububiyati bilan tasarruf aylasa, ularni har qanday gunohdan uning o'zi asrashi muqarrarligini ma'lum qiladi. Shundan so'ng taftishchi ulamolar Hoji Ahmad Yassaviyga kelib murid bo'ladilar. Haziniyning bu manqabaviy rivoyatni keltirishi uning Imom Sig'noqiy risolasidan yaxshi xabardor bo'lganligidan dalolat beradi albatta. Bunday yomon bid'at ishga Yassaviydek sohibi kamol aslo yo'l qo'ymasligini keyingi davrlarda yashagan Sufi Allohyor ham o'z asarida quyidagicha ifodalaydi. Xudoning do'sti bo'lsa Hoji Ahmad,
qilurmi hech buningdek bid'ati bad? Shariatda edi ul oftobi, qolib tur bizga ul erdin kitobi. Shuningdek, Ahmad Yassaviyning Ka'batullohda 30 yil yashab, ilm tahsil etgani, 73 ilmdan ta'lim bergani va ov lochini va tozalari bo'lgani to'g'risidagi naqllarni ham Yassaviy haqidagi yangi ma'lumotlar sirasiga kiritish mumkin. Devon-i Hikmatda ham mazkur hodisalarni tasdiqlovchi bir qator hikmatlar uchraydi. Ayo do'stlar, shunqor qushim uchirdim man, qanot qoqib qaysi taraf ravon bo'ldi. Gahi orqasidan unday qoldim, davr olibon ko'zlarimdan nihon bo'ldi. Ayoq bog'in mahkam tutmay qochirdim man, silab siyfab tobin tobmay uchirdim man. Qaro lochin qayrilibon qanot qoqar, oshiq uldur tan jonini o'tqa yoqar. Piri mug'on nazar qilib anga boqar, shunqor yanglig' qanot qoqib uchar do'stlar. Davlat yanglig' shunqor qushi kimga qo'nar, lochin yanglig' halqa ichra o'zin urar. Jonni qushi parvoz qilib hozir turar, hozir bo'lib tavba qilib yuring do'stlar. Yassaviyning ikkinchi xalifasi Hakim ota Sulaymon Boqirg'oniy ham Hoji Ahmadning mohir ovchi bo'lganligiga quyidagicha ishora qiladi. Qarchi g'ayni qushlag'on, shunqor lochin ushlag'on, sonsiz murid boshlag'on, shayxim Ahmad Yassaviy. Xullas, Imom Hisomiddin Sig'noqiy qalamga olgan mazkur risola Hoji Ahmad Yassaviy, Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy va Hoji Orif Rivgariy Moxtobonlarning hayotini o'rganishda albatta yordam beradi. Umuman bunday asarlar Yassaviyshnoslikda qolaversa, tasavvufshunoslikda muhim manba hisoblanadi. Ular turkiy xalqlar, Turkiston tarixi, madaniy hayotiga doir birlamchi asarlar sifatida ham muhimdir. Ayni paytda Devon-i Hikmat matnlarini talqin va tahlil etishda ham bizga yaqindan ko'mak beradi. Yassaviylikka aloqador mazkur kitoblar nafaqat ulug' adib yashagan davrda yozilgani, balki Devon-i Hikmatdagi ko'plab hikmatlarning Ahmad Yassaviyga tegishliligini tasdiqlaydi. Faxrnoma risolasining ham ulug' shayxga oidligini isbotlaydi. Va nihoyat hanuz Yassaviyshnoslikka noma'lum bo'lgan yana bir qator yangiliklarga, ma'lumotlarga egaligi bilan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hisomiddin Sig'noqiy Markaziy Osiyo ma'naviy tarixida chuqur iz qoldirgan ulamolardan hisoblanadi. Uning asarlari Hanafiy fiqhi va Maturidiy kalomi taraqqiyotida muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda ham uning ilmiy merosi tadqiq etilmoqda va islomiy ilmlarni o'rganishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz Mahalla radio kanalida ma'rifiy suhbatlar eshittirishini tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur, salomat bo'ling. Ma'rifiy suhbatlar.